Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bizga Angor tumanidan Ikrom aka tashrif buyurgan. Grija bel sohasida 11 millimetr, 14.9, pashti 15 millimetr grija bilan murojaat qilgan. Bugun 5-kunlari. Akani o'zlari. Aka, holatlaringiz haqida qisqacha gapirib bering. Qanday ahvollar, lechinlar qanday bo'ldi? Og'riqlar pasaydimi? Xudoga shukr, mana yaxshiman. Bugun 5-kunimiz. 10 kun ichida yozib bergan doktorimiz. Allohga shukr, mana bugun ancha yaxshi. Og'riqlar kamaydi. Og'riqlar kamaydi. Ancha zo'rg'a yurib keldim. Xudoga shukr, mana bugun ancha yaxshi. Yana 5 kun olsak lechinani nasib bo'lsa, otda yurib ketamiz nasib bo'lsa. Operatsiyasiz ham davolasa lechinni qilsa bo'ladimi aka? Mana sizga operatsiya deb buyurgandi, shundaymi? Ha, doktor menga bo'lmaydi. operatsiya deb buyurgan edi, mana doktorlarimiz bez operatsiya qilib davolab beramiz. Mana xudoga shukr, ancha yaxshi. Bir yurib ko'rsatib beringchi aka, qanday yurishlar turib. Mana yuribman mana. Tarafga qarang, ha. Ha. Yengil, ancha yurishlar. Ancha yengil mana. Zo'rg'a yurib keldim. Cho'loqlanib. Ancha yaxshi. Nima deb maslahat berasizmi boshqa bemorlarga? Davolasa bo'ladimi aka? Ha, men boshqa bemorlarga millimetr grijani ham davolasam bo'ladi ekan mana. operatsiyasiz. Operatsiya qilasan deb doktor aytgandi, mana bez operatsiya. Doktorlarimiz mana xudoga shukr ancha yaxshi davolab. Sog' bo'ling aka, nasib bo'lsa, har bir kun davomida yana bundan ham yengillashadi inshaalloh.